oldik, tunneldan o'tib oldik. Ana endi manzarani qaranglar. Manzarani qaranglar, tog'ni qaranglar. Tog', qor. Pastga tushib ketyapmiz endi. Xudo xolasa, bag'i tezroq yuryapmiz endi. Ammo tunnelgacha boru. Tashbaqa ham bizdan oldin yurdi shekilli. Tashbaqadan ham sekin yurdik-da. Mana. Endi bag'i haylahu. Qorni qaranglar. Hamma shu vodiy tunnelda ag'ini bosibdi. Qor o'ynagani kelibdi hamma. Mana bu tomonda hech kim yo'q. Mashina ham yo'q. Ana bu yerda bittasi tushib olib qor o'ynayapti ekan. Mana Masilka. Hamkor bank. Ana mana ham yuvillab olib ketyapti. Hyundai mingga qo'yib ketyapti Hyundai. Tog' oshib, perival oshib, klientlarni borib ishlarini bitkizib, teplitsalarni isitib beraylik deb ketyapmiz. Mana odamlar dam olishyapti. Perivaldan tushish. Shu burgutni ko'rganmisizlar? Ana shu yerda turib rasmga tushadi. Ana shu yerdan past tomon polni ko'rinadi. Biz endi yo'ldamiz, uncha ko'rinmaydi-yu. Ag'rasi ko'rinadi. Tog'ni qaranglar. Qorni qaranglar. Qancha qor kerak? Bugun mana 26-yil 2-yanvar sanasida biz Parkentga ketyapmiz. Teplitsaga отопление qilgani, xudo xolasa. Soat 11 da yo'lga chiqqanmiz. Mana soat 4 bo'ldi, tunneldan endi o'tdik. Bu tomon polni probka. Tunnelgacha probka bo'ldi. Endi bag'iga mana bemalol ketyapmiz. Xudo xolasa yetib boramiz 6larga ham, 6:30larga ham. Mana shunaqa gaplar og'aynilar. O'shaning uchun aytadi-da, yo'l azobi, go'r azobi. Sog' bo'linglar. Toqqa keladiganlar vodiy tomondan bir 10 kundan keyin kelinglar. Boshqa bir yangitdan qor yoqqanda. Hozir kelmanglar. Bu ham probka. Qorni ham rasvo qilib bo'lishdi hamma yoqda. Unaqa oppoq qor yo'q, toza qor yo'q, hamma yoq bosilib ketdi. Qoplarga minib olib, balonlarga minib olib, tepalardan siyg'ani o'ynashyapti. Hammaga omad, aka.